video ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Sizga ma'lumki, har oyning 17-sanasida viloyat axborot kutubxona markazida kitobxon onalar kuni bo'lib o'tadi. Xuddi shunday bugun ham viloyat axborot kutubxona markazida kitobxon onalar kuni tashkil etilgan. Va biz bugungi kutilmagan kitobxon loyihasi qahramonimizni kitobxon onalar kuniga kelgan qahramonimizdan tanlab olsak. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom qizim, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Xush kelibsiz tadbirga. Bugun bizning kutubxonamizda kutilmagan kitobxon loyihasi bo'lib o'tmoqda. Xuddi shu loyihamizga sizni qahramon sifatida tanlab oldik. Rahmat. Bu loyihamizda siz o'zingiz sevib mutolaa qilgan kitobni kitobxonlarga tavsiya qilishingiz kerak bo'ladi. Rahmat qizim, avvalo e'tiboringiz uchun. Fursatdan foydalanib, men birinchi o'zimni tanishtirsam, Saxovat mahallasi xotin-qizlar faoli O'runova Ramaynatovna bo'laman. Men ishlarimizdan bo'sh vaqtimizda ko'proq kitob mutolaasiga qiziqaman. Ba'zan mana shu Pushkin bibliotekasiga kelib ham o'qib, o'z ustimda ishlab, yoshlarga bir tarbiyaviy maslahatlar berish uchun ham o'z ustimda ishlayman. Avvalosi hozirgi kunda men O'tkir Hoshimovning Dunyoda ishlari kitobini yosh kitobxonlarga, umuman kitobxon onaxonlarga hammaga tavsiya qilmoqchiman. Oilaviy o'qishlaringizda bu kitobni o'qishimizdan maqsad bu kitobni o'qiganimizda har safar ko'zimga yosh kelardi. O'tkir Hoshimovning bolaligi, aynan shoirimiz, adibimizni onasi shunchalik qahraton qishda oyoq yalang chiqib ketib, bolasini tabibga olib borganligi va tabibdan qaytishda oxir oqibatda u kishi bot kasaliga, revmatizm kasaliga yo'liqqanligi va butun umr mana shuni O'tkir Hoshimov eslab o'tib, u kishiga paypoqlar olib berganlarini, umuman xullas men bu kitob haqida, umuman kitoblar haqida hamma yosh kitobxonlarga, onaxonlarga oilaviy tavsiya etmoqchimanki, mana masalan farzandlarim bilan, nabiralarim bilan kitoblarni bo'sh vaqtimizda mutolaa qilamiz. Bu bilan bir bizani O'tkir Hoshimov mana shu Dunyoning ishlari kitobida ayollarning fidoyiligini, hamma ayollarning ichki kechinmalarini, onalarning buyukligini, onalar jannat onalar oyoq ostida ekanligini ta'kidlab o'tgandek go'yo nazarimda. Men buni hammaga tavsiya qilgan bo'lardim mana shu kitobni o'qishlarini. Rahmat sizlarga e'tiborlaringiz uchun. Rahmat sizga ham. Ajoyib kitob tavsiyangiz uchun sizga kattakon rahmat. Xush kelibsiz kitobxonamizga. Va kitobxonlarga xuddi shunday kitoblarni tavsiya qilishdan charchamang. Kitobxonlarimizga bugun tavsiya qilgan kitobimiz qaysidir ma'noda o'z savollariga javob topishga yordam bergan bo'lsa, biz o'z ishimizni oz ma'noda bo'lsa ham uddaladik deb hisoblaymiz. Kutilmagan kitobxon loyihasini kuzatishda davom eting. Keyingi qahramonimiz siz bo'lishingiz mumkin.